Ofitser, meni eshiting. Yaxshiyam shu yerdasiz. Bugun meni g'alati kunlarimdan biri bo'ldi. Chunki oyma velosipedida qochayotgandi, meni quvlashayotgandi. Anyetda esa, anyetda meni mashinam. Shu meni o'zi quvlayotgandi. Mashinangizdan tezroq chiqing. Bo'ldi, to'xtating. Kerak yo'q. Nima qilyapsiz? Kechiring, mashinangizni o'zim kechiring. Bo'ldi, kerak yo'q, bo'ldi. Ha? Yo'q. Iltimos bas qiling, mendan sizlarga nima kerak? Bo'ldi. Yo'q, xudo. Yo'q. Yordam. Dadam. Yo'q. Bu hammasi dushman uchun. Damskiy ugodnik 217misan? Nima deyapsiz, tushunmayapman. Sen isming Damskiy ugodnik 217mi? 2153 raqamli dialog. Nima? Ko'z oynak qani? Men bilmayman. Buyog'iga bolaga. Qutulasan. Aylan orqaga. Ket bu yerdan. Gapimga quloq soling. Xudoga shukr shu yerdasiz. Bugun hayotimdagi eng yomon kun bo'ldi. Men bu yerga onamning velosipedida keldim. Men mashinam ta'qib qilyapti, tushunyapsizmi? Voy! Yo, mashinadan tushing. Mayli, hammasi yaxshi. Bo'ldi, kechiring. Yo'q. Men mashinangizni urmoqchi emasdim. Yo'q. Iltimos to'xtang. Iltimos qilaman. Sizlarga. Yo'q. Ey Xudo! Jin ursin. Yaramas. Jin ursin. Ey Xudoyim. O jin urgan. Uçma. Yo'q. Foydalanuvchi sifatidagi isming Shoh yigit. Nima deyotganingizni tushunmayapman. Foydalanuvchi sifatidagi isming Shoh yigit. Ha? Loting qani? Ko'zoynak qani? Orqaga. Yo'q.